Xo'p, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan yana Digital Safir 3 sborkamizni ikkinchi qismi. Xo'p. Kecha kuni mana bu yerdagi masalasini rivojlantirmoqchi bo'lgan edim. Xo'p, bu yerda nikel topsa bo'ladi. Night Vigil'li ringni qiyasa olamiz qalbak. Quark modi bo'lganda osonroq yasar edik. Mana nikel ore bitta topildi, ko'mir bu yog'i. Mana shunday qilish mumkinligini ko'rdikmi? Bundan nima qilsa bo'ladi? Mold bricks, rust trash, stone age. Mana investmentlarda chiqadi hozir Minecraft o'zidagi. Bitta temirni eritadigan bo'lsam, yana bitta achivka beradi. Ya'ni o'zbekchasi topshiriq bo'larmikan? Shunaqa atrofida bo'lish kerak. Aniq esimda yo'q. Kim bilsa komment yozaversin. Safir 1da davom ettirsammikin, davom ettirmasammikin o'ylanib turibman. Hozir agar Safir 1da davom ettirib, mana shu videoni kommentida yozib qoldiringlar, iltimos. Agar Safir 1da davom ettiring, ko'ramiz desanglar, oxiriga 4 ekansa borib hamma modlardagi hamma narsani yasab chiqamiz. Qancha vaqt ketadi, umuman qiziq emas. To'liq hamma modlarni o'rganib chiqamiz. Shunda Safir 2ni ham olishim oson bo'ladi. Safir 3ni ham agar mabodo boshqa sborka topsam, boshqa sborkalarda ham o'ynab turaman. Faqat serverlarda ham o'ynayapman hozir. Faqat bitta server adli o'ynagan server juda yaxshi server emas ekan. Crystalix diqqat qildi. Keyin ko'pchilikdan bir yarim soatlarcha yordam olib, o'zim internetda buni ma'lumotlari yo'q ekan. Keyin o'sha yerda serverda o'ynayotgan bitta rus akadan inglizchasiga o'rganib zo'rg'a o'rganib oldim. Birinchi serverda anaqa qilib. Xo'p. Xo'p, davom etamiz. Qayerga ketgan edim? Qo'rg'onlar crude oil deyapti. Mening orolim. Mana shu orolni kattalashtirib, tekis qilib, Xo'p, oshxonasini qo'yamiz. Gold stand deydi. Daraxt qilib qo'yamiz. Torch. Bo'ldi, kechqurun tushmoqdamiz ekan. O'zi kecham tushay deb qopdi. Gold wood. Ons. Bu modlarni to'liq ko'rmadim. Prismarine dur, eshik bor ekan. Dur desert temple, dur desert diamond. Golem ruin yana ikkita ekan. High block house tour. Bazi B exploding 5 aspects. Agma helmet deb ko'raychi. Helmet qayda mana qazdan oldi. Buni yasasa bo'lmas ekan, afsuski betdagi biron narsani.
Male helmet? What the? Nimadan yasalgan? Bu yerda menimcha faqat shu. Mayli, uqlaymiz. Bu o'zi yorib turar ekan. Uqlaymiz. 2-20 sekund qolibdi. Ha, qo'y. O'zlari. Xotin tayyor. Peki qo'yamiz yaxshi. Pechka yasamoqchi edim men. Yoki pechkam bormi? Mana. Hozir suvni olib turib, suvligim bor edi meni. Paqirim, mana. Beshikka. Hozir 38 joy. Hamma yoqda bashatdan tekis qilib chiqaman. Bu yerda albatta haligi bor. Mana modda nomi nima edi? Twilight Forest. Chuqur o'rmon. Olmasim bor ekan. Hozir borib, o'zbekni mining ham qilamiz. Xo'p, lava bormi? Xo'p, bor ekan. Xo'p. Map zoom. 32 darajaga doğru. Yangilanishi. Allah'ım yakalamız. Olmazsa taşıyamam bu arada. Qayerga qo'ygan edim shuni? Bismillahirrohmanirrohim. Nega buna bo'ldi dedim. Bunu alamiz. Lisenjanning tebili yo'q ekan, esicha mana bunaqa yo'qotmasdan iloji boricha maksimal qilib bitta qilishga harakat qilamiz. Chunki lisenjanning tebili yo'q ekan. Men naqmoqchi edim gul. Qani gift mini card. Ya bu alat ekan. Wizard Gate Pass nimadan olinadigan ishlatiladi yo'q. Ishlatilmas ekan ham olinmas ekan ham. Buchi. Buni bilan nasasa bo'lar ekan. Brick chiseled. Oltin bilan sankturumlab. Yo'q, bu ham bir tenga qimmat narsa ekan. Xo'p. Empty socket. Üç. Men gul terib kelishim kerak. Karakter oldimizda gul bor ekan, bitta, ikkita, uchta, beshta. Menimcha Neoborga qurol yo'q bo'lsa kerak, chunki asosiy modlar faqatgina Forge xullas o'sha versiyaga chiqarilgan.
Men bilishim bo'yicha bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta. Dendalion deydi. Nomi Dendalion ekan. Bitta yetmay qoldi. Roses are red, violets are blue. degan ingliz tilida haligi ibora bor. Roses are red, violets are blue degani o'zbekchasiga haligi Ramashka не знаю deydi-yu. Ya, Ramashka belaya deydi-yu, o'shanda narsa. Biron narsani aniqligini isbotlaydigan gap. Haligi drama ko'radiganlar bilsa kerak. Osmonda qora tuynuk, yerda Bermud burchagi, bizni maktabda Suxo va Sejun deydi-yu. Xuddi shunga o'xshagan narsa bu ham. Qatib qoldi. Qatyapti. Qatmayapti. 89 FPS normal. Yo'q. Brakonyerlik bilan shug'ullanmaymiz. Albatta. Kapsula bilan qopdi. DVLGHT portal. Ularni hammasi. Menga unaqa tepalik kerak. Nima sensan? Ya, bet yopiq o'zim ekan, adashibdi. Betkimiz o'rnasi bo'lsa ham, betni yopib bor ekan. Mana ko'rishi. Beti gidra bor, men betni bilaman. To'ng'iz deydi. Biroq bo'lmasa kerak. O'zi kichkinagina hayvoncha bo'lsa. Qobon ekan, o'zbekchasi qobon bo'ladi. Roses are red, violets are blue. Bu versiyaga asosiy qo'shilish kerak bo'lgan narsalardan bittasi Dynamic Lightning yoki qanaqadir sodium bilan embedium degan narsalar mana shu kerak edi. Ular o'sha narsalar orqali yoqsa bo'lar edi. Arqarlar qo'shqor yana. Bitta rang o'zgaradigan bor, katta bitcoin shit. Yo, bu arqar emas ekan. The Signs of Forest L qilamiz. Hop. Mana consonant bits. Yolda yaydoq deb ko'ryapti. 8. Bu o'rmon ekan, baribir. Qora narsalar nima? Qarg'a ekan.
Bu yaramas qafas hasharotda yana joniga tegan. Raven. Ha, degan. Kichkina yosh DC qahramonlar deganda Raven degan bitta qiz bo'lardi. Kimdir ham sevgan qiz bo'ladimi? Adashmasam. Biz shunaqa qarg'a ekan xullas bu. Qarg'a deyapti. Men hozir quloqimda naushnikim yo'q. Mesli ekan bilmayman to'g'risi. Bu yoqda ham tekizlik ko'rinyapti. Xo'p. Voy, o'xshamaydi. Küçük. Hani küçük bir yağdı. O de Minecraft'ın küçüğü. Ağrı değil mi? Ağrı mı güzel? Bu kichkina qush ekan. O'zbekchasi shunaqa bo'ladi. Shu joyga yuribdi. Tovuq bilan ona bola tovuqlar yurishibdi. Lakota bo'ladi, xudo biladi. Xo'p, buni bundoq qilamiz. Buni bundoq, buni bundoq, buni bundoq. Men o'zi bunaqa qilmoqchi emas edim deydi-yu. Sarqoldi. Ana. Как раз shu joylar kerak edi. Minecraftning bilan toparishimiz mumkin. Omadimiz kelib qolsa. O omad kelishini xudo biladi. Ya bu joy biz tutmas ekan. Temir ko'ryapman xolos hozircha. Hozir ko'ryapman zombiniki. Yaxshi emaydi, zombilarni kallasi ishlamaydi. Batchiroq qo'yib qo'ydim. Men ham park uchib ketyapman. Bu yerda faqat temir spawn bo'ladi xolosmi? Osmon ko'rinyapganiga hayron bo'lmanglar, chanklarim ikkita xolos. Konkret men shu narsani qilayotgan edim. Qizg'in narsalar emas, o'lgan holda bo'ladi. Yine ko'ryapman bitta spawnni. Deb ana ha deb turib qizishyapti. Qanaqadir server tuzsammikin deb turibman hozir. Normalniy server tuzilsa o'zbeklar ichida programmali serverni bilmayman men. Hammasi oddiy kichik server kerak. Modli server tuzish kerak. Bir tenga qimmat emasmi? Endi har holda foydasiz narsalar. Mayli uyga qaytamiz. Xo'p, davom etamiz. Bir obunachim yozdi, bu yerda o'zgartiring deb. Yaxshisi bu yerda o'zgartirmaymiz, bu yerda tekis qilamiz. Ha, o'zi tekislamoqchi demaysiz. Men hozir
Buni yozayotgan paytim 2 kun oldin edi. Hozir 3 kun o'tdi. Bugun 4-may. Men buni kecha kuni yozishni boshlaganman. Vehicle gate blanks. Ishi ekan shekilli bu. Balki bu daraxtda turar. Yo'q. Ha, mana shunda turar ekan. Bunaqada ko'pgina yig'ib devor qursak bo'ladi. Men hozir temirim bormi? Bir level extreme fortune. Ya bu tursin unda. Submerged. Temirim bormi meni? Ağaçdan qilgan mahsulkina. 2 3 4 3 de. Bu nimaliga tushunmadim doğrusu. Ramp set price. Nasıl kullanamam ne yapar? Ne hiç çıkıyor. Modlar yani to'g'irlash kerak ekan. Nastroyga kiramiz. Yaxshi, inventariga o'zgarmagan. Easerdagi ham normalni. Menga asosiy journey mapni och, creative point bunga o'zgartiramiz. Buni bunga o'zgartiramiz. Show hidden minimap buni tursin. Switch menu present bunga o'zgartiramiz. So toggle IL points. Yo'q, tursin toggle anjechinamiz. G. Zoom in'de yapıyoruz. Böyleyiz. Magic version başkaca meşgulcek koyuyoruz. Bu türde mekanizm bu normal. Sophisticated backpacks. Bu soul electric creative cursor. Fit mode switch. Shift qilamiz. Yani nimada bor sophisticated backpacks. Kataklizm hammaga belgili. Kataklizm modi ham bor ekan bu yerda. Xo'p, men bu yerdagi to'liq modlarni bilaman. Kontrol taqib ko'rsak. Script. G'de buni nuqtaga uzatib qo'yishimiz kerak. Xo'p, show use right button, show recipe. Bu qilamiz, buni bunday qilamiz. Mana bunday tursin. Xo'p, show details. Narrate. 1 2 3 4 5. Numpad 6. Xo'p, bular normalmi? Bu yaxshi oldi o'zi. Yani nima? Seafood bo'ldi, o'zi normal bo'ldi. Xo'p, buni oldin serverda o'ynab ko'rdim, o'zimiz onlayn serverda.
Yani online serverda emas. Ya'ni o'zimiz LAN tarmog'ida video settingsdan surgan 12 shank ko'tarilib ketgan, to'g'ri. Nimaga bu qaytyapti dedim. Buni 8 qo'yaylik. O'zimiz maktabda LAN tarmog'ida o'ynagan edik, sheriklar bilan, internetlar bilan. Shunga ko'targan edim. 70 ta 65 ta normal. Hop, Tivlightga bordik. Bu bitti Frontier. Detail info. Men hozir qanaqadir loot qiladigan joyga borishim kerak. Dungeons. Xo'p, endi men borishim kerak, mayli. Bormay qo'yamiz, uxlaymiz. Sleeping bag degan narsa bor ekan. Katta odamning videosida bormikan bunday hozir ko'ramiz. Bag. Loot bag bor ekan. Mesela qanday olsak bo'ladi buni? Well rested. Hadi geçelim. Tezde başıttı men. Bakmoqchiman o'zim. Hayron ketib qolyapti. Hop. Juda lapatga yasab turib yetdim. Mashbalandlikda tekis qilib chiqaman. Tracking table one. Hop. Qani unda boshladik. Hop, akalar yomonlanmashanib qoldim. Men o'ylab qoldim. Bu yerga bitta olmosga tizdim. Mashitda o'ziga shunday ko'pgina olmos olguncha mashitda. Tivlight portalni tursin, lekin bet men mashitda tekizlab olmoqchi edim, lekin bet bo'lmas ekan bu qurgani. Hozir men tekizroq joy qidiryapman mana. Yetar tekizladim, lekin bet bo'ladigan joyga o'xshamayapti. Xo'p. Endi hozir qayergadir bu yoq taraflarga bormadim. Eda tekis joy bor ekan, o'tib ko'ramiz. Shu yoqqami olib ko'raman. Men mana tog'lardan iloji boricha uzoqroqqa ketmoqchiman. Mana narsa kerak edi. Derdim, lekin bunaqa narsa kerak emas hozir. Pastda dronlar bor. Mayli, qaytamiz. Uxlaymiz. Xo'p, kamalak. Chiroyli manzaralar ekan. Yaxshisi men bu yerda sekin surib qolaman. Bu yer yaxshi joy bo'lmadi bu yer. Ikkita yo'lakka qarab boraman. Menga mana bu tog'lar yoqmayapti. Mana shu taraflarga sekin harakatlanishni boshlayman.
Xo'p, video yozilyaptimi? Yozilyapti. Og'alar, bu nimasan san? Borib ko'ramiz. Kechqurun tushgan bo'lishiga qaramasdan. Men yangi joy qidirib ketyapman. Ko'p yurmadim. Tushamiz pastga. Akula bormi? Bari. Tuyaymi? Olamiz. So'z ketdi. Ol hammasini. Ol. Bu qanaqa joy bu? Nimaga odamlardan bekitishgan bu yerda? Nimaga odamlardan yashirishgan bu yerda? To'xtanglar, men bu yerda rasmga olmasam bo'lmaydi. Teparoqqa chiqib turib, o'rnashib turib, turarli bo'lib, bu yerda o Atlant qabilalarining joyi ekan. F2 F1 bosib turib, o jonim ketib. Chiq. Oldim. Yaxshi otlarni o'tadi. Hozir bu yerda o'tirib o'zimizdan rasm tushiramiz. F5 qilamiz. Bitta F5 qoching. F2 qilamiz, bo'ldi, yetadi. Preview uchun rasm tayyor. Mana qo'yasan qiladi ishtirikchi. Buni ko'rdim menimcha. Xo'p. Ben ko'ribman, ha. Buncha nima bor? Nima bu dark helmet deydi? Nimasan san? Men screenshot qilmoqchi edim bu narsani. Narigini ham tagida bormi ekan? Mana bunisini screenshot qilamiz. Yo'q, WinShift is print screen. Okay, bunisi bo'ldi. Olmabsiz. On narsalar joni ketyapti. Wow. Chiq. Tezroq ertalab tusharmikan? 15 yuqori bir bo'libdi. Soat 20:00 ertalab tushadi. Buni ko'ramiz. Win print screen qilamiz, buni ham olib qo'yamiz. Popcorn deydimi? Nima bu? Albatta tez sürmasak bo'lmaydi. E'ga bosib ko'ramiz. Dark armor, 13 armor. Hop. Bu kiyim ekanmi? Bunu display deb 13 armor ekan, xolos. Qaysi biri jon qo'shib turadi? Mana uni. Qizil narsa emas ekan o'zi. Bitta shu jamlarga ko'rib chiqdingmi? Bo'lish kerak edi, yana bitta narsa. Yaxshigina ochdi. Bundan hech balo yo'q. Men qayerga qo'yib qo'ydim bunaqani? Ma'lum ko'rmabdi-ku. Chunki qaysi videosida ko'rganda full kiyim edi. Bu Minecraft yangi modida 8 armor toughness deyapti. Voy. Bu просто trash ekan-ku. 20 armor. Qaysi biri yaxshi? Albatta. Qani, o'zimizga bir qaraylikchi. Bo'ladi. Haqiqat turadi endi. Albatta bu yoqqa. O'sha ko'zlarga keling. Xo'p. Bu ishdan bir masala bo'lishi kerak.
Bu katta odam videosida ko'rdim. Yerda hech balo yo'q. Olasini ko'ramiz. Bu yerda hech balo yo'q. Men aytganda hech balo yo'q. Unda chiqitamiz. Ya karar replari. Hop, bu yerdan chiqyapti meni. Raqam qani endi? Boat. Qayg'im. Kapni ko'rayishi. Sharoqqa yetdik. Antika narsalar ko'p ekan. Yebat, bu nima endi bu? Akulasi ham bor ekan, tushunmish masala. Qiziq joylar ekan. Bu yerdan nima chiqadi? Qishloqlar. Kayzon videosi ko'rinadi. Kel aka. Dangan ismini bo'lsa kerak bu ham. Salomat. Bu emas ekan. Uni kirka olmasdan chiqib ana amolik. Ana qayta ko'rinadi. Conduit photo. What the hell is this? Ini blog emas. Ini qaydan oldingiz mumkin. Qaydan oldingiz mumkin. Buni hali tekkida mashhur degan paytimda topdim. Isjali turibdi. G'at ahlat ekan. Mana shu yerda eshik bor ekan. Faqat qanaqa kirishni bilmayapman. Eshikni o'g'irlash bor ekan. O'sha yoshda. Mayda kirgan joy bor ekan. Bu da kerak. Faqat kelibman. Prizmaning bilan. Faqat prizmaning bo'ldi. Shu xolos. Shuncha mehnat, shuncha harakat. Bu narsa biradamlar. Prizmaning kuchidan ham topaveramiz. Bir narsani e'tiborimdan chetda qoldirdim. Ora bo'lsa kerak. Yani kelib oldim. Yer ko'rinyapti, yer. Qancha video yozganini bilmayman, hozir hisoblab ko'raman, anchadan keyin. Men buni makroga kirmadiku. 26 o'xshagan ustunga yozargan ekan. Lezzetli. Dramatik yavaş koyuş gerek. Oyundan sırakalarını ozgina o'zgartirmaydim, ya'ni ozgina kechroqda spam bo'lishi kerak. Chunki Kaizo barometda spam bo'lishidan oldin chiroq qo'yish uyulmaydi. Shundan ham Kaizodaqa tez emasmi? To'g'rilab qo'ygan. Yaxshiroq. Maraton Waze bor. Mana bahlatlarni olasizmi? Zo'r narsalar deb o'ylabman men ularni. Qaraysiz ekan.
Meet with tentak. Bitta tentak ikkosi orolga chiqib ketibdi deb. Qani go. Sahara bor ekan. Yo, Highland bor ekan. Buzib olamiz. Shuncha bir narsa normalni. Yana qo'y senasini beramiz. Raccoon. Ter tushami? Ter berasmi birat? Nimaga yaxshi? Ter berdi. Kasamiz. Как раз. Xo'p. Kompyuterim dod beryapti. To'libdi-yu. Nimalar kerak emas menga. Bir stakdan oshiqroq ip kerak emas. Hammasini bunaqa qilib kelsam ekan, ip menga nechta kerak o'zi? String yasamayman albatta, robbering, berries, yasamayman bunga. Gitara. Bedrock. Gitara yasaymiz albatta. Loom yasamaymiz. Cursed bow. Namanlamas ekan. Qiziq emas. Block the looting of Cableton. Tushunmadim. Rope ladder. Pick up upgrade. Kerak emas hozircha. Men backpack deb yozayman. Back. Personal chest, search aliases. Backpack qana yasaladi? Oddiy backpack kerak menga. 4 ip. Men boshqa narsani bosib olibman. Bunga yo'q, bunaqamiz ham yo'q, balki boshqa kelamiz ekan. Tarafdan nima tushadi? Nechta bo'ldi? 13 ta bo'ldi buni. Mishitlarga yuqursammikin, og'alar? Maslahatini beringlar. Agar sheyga yuquring, shu yerda rivojlanib ketang desanglar, sheyga yuquramiz, shu yerda rivojlanamiz. Oldimizda suv bo'ladi, lekin oshcha narsalar bo'lmaydi mana. Jurist, xo'p, yoqqa borib kerak. Bu kichkinagina orolcha. Xo'p, yana kirab, lekin bittadan foydalanish yo'q. Siz kumam oldimizda ekan, mana bu как tashlash kerak edi. Bitta o'zi yashaydim birov. Shunaqa edi, adashmasam, qaydan videosida ko'rdim lekin kimnidir ham videosida ko'rdim. Bitta shimashmaydi, bek o'zim ko'rdim. Lucky Road. O'zimizga eskilab qaytgan tashlavoramiz. Nimalar bor? Submerged mining speed. Toshbaqa bor ekan. Qanday toshbaqa ko'raylik ham. Oddiy toshbaqa ekan. Xo'p, yana men bitlagan bir ko'rish kerak. Mosendert, muhvi, ya'ni ho'llangan dert bo'ladi, ho'llangan to'proq. Ya'ni balchiq. Balchiq mahulasi.
Bu so'zlar odatda o'zbek tilidagisini ishlatilmaydi, lekin ingliz tilida ko'p ishlatiladi. Xo'p, mana shu yerda bir narsa ko'rinyapti. Esiga borib turib kelamiz. O'limgacha diyor, o'limgacha Sardor o'limgacha. Ha, bu Haaland, men bu yerda bilaman. O, yerda ham bir narsalar bo'lishi kerak hozir. Kazoni videosida ko'rdim ekan. Ha, Kazoni videosida ko'rdim aytsa. Odamlari bor hozir yerda, sevuz odamlar. Yaramas odamlar. Suvdan boshqa hamma joyda zingillashadi. Hozir kirib, bulutlarni qatamiz. Niyatlarni ko'ryapsizlarmi? Biratini uyg'otamizmi? Uyg'otgandan joni 100 so'm qoladi. 500 ekan u. 100 bo'lish kerak deb turdim endi. Bo'lishni bo'lmayapti. Nima tushdi? Hech bola tushmadi. Informatsiya tushdi. Ya onasining ismi. Shuncha harakat beradi. Yana bitta anaqa. Xo'p, turib qoldirsangiz. Burst skill bow enchantment course. For life in the life. Summon 3 ta mayindi, summon qiladi deydi. Nega kelamiz yani to'liq. Xo'p, yaratib o'qaylik. Nechta shu yerda hay, peki. Sal qoldi-ya. Suvda oqib ketardi. Biratana adoni berish kerak. Aytagi ilojlar sani. Uchar ekanlar bu birati. Diye yo'qib qoldi-yu. Yumuşak ekan, yaxshi qilsangiz. Kalbas. Hop, hozirgi kelgan joyimizga qaytamiz. Mana orollar mana ekan orol. Hop, og'alar. Bugungi qismimiz shu yerda tugaydi. Nima qilay odamlar, aytinglar. Agar oxirgi videoda ko'radigan bo'lsanglar, aytinglar. Mashororga uy quraymi yoki o'zim kelgan joy yaxshimidi? Agar mashororga uy quring desanglar, mashoror tekis qilib qumlarni ham ustidan turpoq qilib yo'lda ko'rgan hamma tarmab kelib, beka tezroq investitsiyani yashash harakatini boshlaymiz. 3 ta qismdan beri to'liq adventure bo'lyapti. Agar yana olmos topsak bekani ko'chirib qo'yamiz. Light Forest'da. Bitta o'zimizning rasmiga qo'yaylik. Xo'p, previewga bu. Mayli, unda hammaga xayr.